Oyijon sizga shahardan kelin olib kelaman dedim-ku. Mana. Привет, mamul. Oy, o'zi yaxshi qiz lekin. Bo'pti. Bu satangchanga bitta imkon beramiz, borib ishlar qilsin-chi. Oy, spasибо. Rahmat. Gulda kelinda, kelinmisan, kelinda, ko'ryapsiz. Shok etmayapsizlarmi? Zoif, все хорошо-cha. Kelin ovqatga chiroyli narsa sopdi. Nima ekan bu bola, ha? Oy, sorry, bitta tirnog'im tushib qopti. Tinchlik ona ne yig'layapsiz? O'g'lim, bechora kelinimni qara materialga pul yetmasdan yarmini tiktiribdi ekan, nog'alik qursini. Yo'q, men shunaqa kalta ekanman. O'g'lim, Ha? uyimizdagi oxirgi farishta ham ketib qoldi-yu. Kelin choyga nimadir salomidingiz? Oy, kipridim tushib qopti. U sizda tabiiy nimadir bormi? Uni qo'ying, uy zooparkka o'xshatgan hamma hayvon bor. Ha, o'g'lim yaqinda yangisidan olib keldik-ku. Oy, qani? Mana. Qaysi gunohlarim uchun shunaqa kelin menga uchragan? Kulmang, cheksiz o'tib ketadi. To'g'ri. Hali sigara kim chekasan? Endi elektronik Ha, bo'pti, kelin qilaman, amallading. Rahmat. Ovqatda jun nima qilyapti? Voy, qoshim tushib qopti. Ha, sen satangchani bir tabiiy joying bor. Shoshmay tur. Seni o'g'limga tanishtirgan uychisin. Tanish, bu meni eng yaqin o'rtog'im. Hayotidagi eng yaqin o'rtog'im. Hali hayot oldinda-yu. Kelli ketdi insonlar hali ko'p bo'ladi. Lekin bolalikdagi o'rtoqlar har doim qoladi. Bolaligim o'tadi ketadi. Katta hayotga ham qadam tashlash kerak. To'g'ri, katta hayot ham oson emas. Lekin qiyin vaziyatlarda hamma ham yonida bo'larmikin? Shuning uchun ham o'tmish va kelajak tanishmoqda. Bu o'tmish bunaqa kelajaklarni ko'pini ko'rgan. Lekin hozir o'tmishga ajratadigan vaqtlarini kelajak bilan o'tkazayaptilar. Menga mamlax kitobiy gaplar yoqmayapti. O'rtog'im siz bilan ko'rishish uchun pulni men berib turardi. Shunda ham o'zingizni bularga yaqinroqman deb o'ylayapsizmi? O'zi boshida xato qilman desangiz shu qiz bilan gaplashavurgin deb. Qarang, o'zingizga o'zingiz dushman orttiryapsiz-da, yo'q joydan. Dushman? Menimcha bu yil ichida 4-inchisiz. 4-inchisi? Zatochi, sizni menga har doim yomonlaydilar. Zato do'sting yoki qizing deganda har doim do'stini tanlagan. Qani, o'zingizdan eshitaylik bo'lmasa. Siz hali ikkilanmaysizmi? Yo'q, hammasi tushunarli. Kut, lekin orqamdan gapirganga kechiring yo'q. Alo. Ha, yina? Men boya Nizom pochchani ammasini qizi bilan ko'rishishga keldim bugun. Ha, bugun kuni bilan xarajat qildim. Bitta berdim. 23 mingdan 46 mingga osh berdim, osh. Osh berdim. Bunga hal urib xarajat qilyapman. Kuni bilan bu bor qizmi, yo'q qizmi? Shuncha qishni kuni o'tib ketdi, bu yerda men mozma bir bela uchamiz yotibdi. Qarayman-da, tegim bo'lsa ko'raman. Agar asligini jildiraman-da, asli uyga haydayman men. Mayli-na. Assalomu aka. Hali oyoqda uchaqqanlarimiz bormi? Katok bor aka. So'ginmang aka, to'g'ri gapiring. Bizda to'g'ri ma'noda so'rayapti. Bo'lsa bording, bo'lmasa yo'q deng. Bo'ldi, repetitsiya zo'r bo'ldi. Endi syomka qilamiz shu. Voy, yomon tegdi. To'rtta bor, olting bo'ldi. To'rtta-da, menda 6 ta.
Yangacha, ana siz aytgan Tinchlik metro tarafga magazinga keldik. O'rizlarga borsak ham bo'lardi shaharda o'rtasida. Qanaqa magazin ekan? Assalomu alaykum. Charchamadinglarmi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Bu Isadora kosmetika bekorga kelmadi. Shahar o'rtasida qulay lokasiyada joylashganligi uchun ham moshinaligi stenka borda, overbook stenka qidirib o'tirmaymiz. Kosmetikalari ham arzon, original, hamyonbop optiviy narxlarda. Bunaqa narx Toshkentda hech qayerda topa olmaysiz, hatto bozorlarda ham. Keyin bu yoqni klient ko'p, shu klient ko'p bo'lganligi uchun mana bu qaynsingliga o'xshagan qizlarni ishga olishayotgan ekan. Keyinchi anaqa biz tarafda kuyov taraf o'ziga sarfa qiladi, kelin taraf o'ziga qiladi. Sizlarda sal boshqacharoq ekan, a? Kechirib qo'yasiz kelin. Bizda urf-odat boshqacha. Kuyov kelinga qiladi, kelin kuyovga qiladi. Aralashib, turalashib ketsin degan ma'no. Buni biz emas, oldingi otam bobomlar aytgan. O'qigancha nimalar olsak bo'ladi? Olsak? Olsangiz demoqchi. Ha, qarang unda o'zimga. To'xtang. Oldin o'g'limga, keyin bizimizga. Ha, xo'p, yuringlar. Shahzoda mana muzqo'y nabor yig'ib qo'ydim kuyovga. Shunaqa ichidagilari hammasi zo'r. Har bittasini alohida yig'ib o'tirmaysiz, tayyor. Shundoq. Puli ham budjetni $100 ga ishingiz bitib ketadi, shundoq. Voy, sizga ishonaman Dildor opa. Biz originalmi? Ha, hidi shirinmi? Asalim biz original deymiz, budjetni deymiz, cho'nchagiga qarab yig'ib beramiz. Voy, Dildor opa, magaziningizda odam ko'p. Skidka berganman-ku, 3 kundan beri odam to'la. O'zi nimalarga skidka bor? Amerikanskiy basbojini spreylariga, losyonlariga, gel dushlariga 135 mingdan skidka berganman. Dildor opa, yangi narsalar olib kelgan bo'lsangiz, menga sarbobop yangi amerikanskiy xodviy kosmetikalar qilib bering. Tayyor mana sizga qilib qo'yganman angliyskiy naborimiz. U xodviy kosmetika. Mana olib keldim. Kimga? Yangacham bilan yuzimga. Siz bilan bularning yuzlariga tushmaydi-ku. Keyin-chi? Yangacha, bizni urf-odatlarga zid gapiryapsiz. Ha, kuyov bola bir pog'ona ustun bo'ladi, xo'pmi? Buni biz emas, oldingilar aytgan, xo'pmi? Unda tanloviy xato bo'lsa, uni badali umring bo'ladi deyishgan. Bo'lmas palagi ishi bo'lmagani yaxshi. Uni ham oldingilar aytganmi? Yo'q. Uni aqli borlar aytgan.